Yo, barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun mana shu Skyblock'da yashab qolishga harakat qilamiz. Ham demasam ketdi. Bunda bu bir o'zi orolcha emas. Bu yoqda qumli orolcha ham bor. Bu qumli orolchaga hali boramiz. Daraxtlar chopib yurdik. Sandiqlar va kaktuslar bor. Sandiqda lava va suv, temir, bu yerga temir chiqdi, yaxshi. Bu yerga suvni qo'ysam, buni sindirsam baqa o'tmasa kerak. Yaxshi. Agar buni sindirib lavani qo'ysam, hammasi yaxshi bo'ladi. Tosh generator ishlashni boshlaydi. Yedim bitta qozib qo'ysak, bu daraxt ham tushibdi. Daraxtni olib ekib qo'yamiz. Bu daraxtni nega? Ana. Bu ham o'sadi degan umiddaman. Narsalarimizni yasab olamiz. Boshlanishiga verstak, tayoqchalar. Verstak qani? Verstakni qo'yib, taxtani emas, verstakni qo'yamiz, verstakni. Olamiz. Va verstakni qo'yamiz. Va bir dona kelka yasab olamiz. Daraxtni ham ekib qo'yamiz. Buni bu yoqqa ekamiz. Va toshlarni qazishni boshlaymiz. Va birinchi toshimiz. 3 dona tosh bo'lsa yetadi. Va bu toshlarni olib, verstakda toshli kirka yasab olamiz va o'rtacha narsalarni sandiqqa qo'yamiz. Bu kirkani ham solib qo'ysak kerak bo'lib qolishi mumkin. Va tosh generatorni ishlatib hamma toshlar tushadi. Nimagadir bas bo'lyapti. Toshni sindirgan ko'rinmayapti. Ko'rindi. Agar bu video 10 ta like kelsa, bu videoning ikkinchi qismi chiqadi. Ikkinchi qismida men bir o'zim bo'lmayman. Bironta yordamchi qo'shib olaman. Bu mod bilan qilinmagan, o'zim qurdim. Chunki bu men o'ynaydigan Minecraftga mod yuklanmadi. Mod yuklanmagan bo'lsa ham, o'zim qurgan bo'lsam ham bir xil bo'lib chiqqan degan umiddaman. Mayli, ozgina yetmay qoldi. Daraxtlarni ham olib o'taylik. Bunisini bu yoqqa, bunisini bu yoqqa. Va yana ozgina tosh kovlab olamiz. U orolchaga borgandan keyin biz ko'mirlarni chopib olamiz. Hamda temirlarni ham chopib olamiz. O'zim qurgan bo'lsam ham temirlar qo'shganman, chunki modlarda ko'rdim. Ba'zi birlarida temir qo'shilgan, ba'zilarida qo'shilmagan. Va buni solib qo'yib, yarimtalik bo'lakchalardan yasab olamiz. Va orolchaga qurib boramiz.
Menimcha mana shu yerga qo'ysam, keyin mana bu yerga qo'yib, bu yerga qo'ysam orolchaga yo'l bo'ladi. Sandiqda esa 10 ta obsidian, tarvuz va 3 ta qovoqning urug'i. Va bu orolchani o'zimiz bilan olib ketamiz. Qolganlarini keyin olib ketaman. Oho, hozir ekkan daraxtim juda katta bo'lib o'sib chiqdi. Bu narsalarni esa sandiqqa solib qo'yaman. Bu yerga qo'yaman va kirganimni va mana bu toshni keyin 2 dona cho'pchani olaman. Ular orqali men yana 2 dona tosh qovlab o'zimga toshdan bolta yasab olaman. Qani bitta toshim. Oldim. Endi bitta bolta yasab olaman. Kirkani solib turib yarim talik blokchalarni olamiz va qurib chiqamiz. Chunki agar bu daraxtni cho'psak daraxtlari tushsa, pastga tushib ketmasligi kerak. Menimcha qo'shib qo'yiladi. Ana bo'ldi. Endi daraxtni ham chopamiz. Ana qayergacha qo'lini ekan. Shuncha chizdi. Va bu daraxtlarni ham chopib olsak, menimcha daraxt tugadi. Allaqachon bitta daraxt tushgan ekan. Menda loylar bor edi. Loylarni olib, boltalarimizni solib, yarim talik blokchalar bilan daraxtlarga orolcha qurish uchun ketamiz. Birinchi kirkani olib, men bularni ham olib olish kerak. Har ehtimolga qarshi. Birinchi kirkani solamiz va yarim talik bloklar bilan qurib boramiz. Bunday. Qolganini keyin qilamiz. Yana daraxtimiz o'sibdi. Buni bu yerga va mana bu yerga ekamiz. Loylarimizni solib qo'yib, kirkani olib tosh kovlaymiz. Chunki bizlarga tosh kerak. Mana bu yerlarda ham temir bo'lishi kerak. Ularni olib, kirka boltalar yasab olamiz. Baqa qo'ysam, bularni sindirib chiqaman. Va yana toshni sindiraman.
yerga bunday chiqaman. Sal qoldi tushib va men pechkaga solmayman chunki toshim kam. 5ta. Mana 5-chi toshim. 5ta. Nimaga yonib ketadi? 5ta. 6ta. 7ta. 8ta. 8ta. Va tantanali ravishda bizlarda pechka bor. Salgina qoldi lavaga tushib ketishimga. Va bu pechkaga temirlarimizni qo'yib, ko'mirlarni ham qo'yamiz. Va bu daraxtni bu yerga ekamiz. Va yana ozgina tosh kovlaymiz. Biz ikkinchi qismda uy quramiz. Bu qismda maqsadimiz daraxt ferma qurish. Ularga tosh tushmaydi. Mana 9ta yetib qolsa kerak. Va yarim talik bo'lakchalar yasab olamiz. Va qish qo'lligimizni ishlatmasdan yo'llarni qurib chiqamiz. Bu baqa bitta. Bu baqa bitta. Baqa ham bitta. Nimaga qo'yilmaydi? Mana hozirchalik bu fermani ferma deyish qiyin, lekin men buni hali yaxshi bilaman. Sindirib olsam, menimcha yana bitta qilishimga ketadi. Shundoq ham ekan. Mayli, buni ham sindirib olib, yana bitta daraxtimiz o'sibdi. Buni solamiz, buni solib, loylarimizni olib, bir dona loy kerak. Mana. Bularni endi qo'yib chiqamiz. Bu yerga bitta, bu yerga bitta va va mana bu daraxtlarni olib borib ekamiz. Buni olamiz. Ekib. Hammasini birdan olib boramiz. Temirlarimizni olamiz va tayoqlarimizni ham olib, mana bir dona o'zimizga bitta bolta va bitta kirka yasab olamiz. Va daraxtlarimizni chopib olamiz. Va daraxtlarni solib olmani yeb olamiz. Va 1000 yil tosh kovlaymiz. Ham asta paydo bo'ladi, toshlar yonib ham ketadi. O'n beshta yetsa bo'ldi.
va bunaqilardan 30 ta yasab olsak yetsa kerak. Va o'zimizda bor loylarni ham yarimtalik bloklar daraxtlarni olib ularga daraxt bermamiz va qurishni davom ettiramiz. Bu fermani ancha katta quramiz shekilli. Shunday bag'rlarda loy qolmadi. Qolgan fermalarni va daraxtlarni olamiz. Bularni olamiz. Bir qavat loylarni olib chiqamiz. Buni shu yerga ekib qo'ysak tezroq o'sadi. Taxtalarni olib, daraxtlarni olib hammasini taxtaga aylantirib olamiz. Va sandiqqa solib qo'yib uyimizning platformasi uchun bunga tosh qo'yamiz. Uyimizni shu qismda qurmaymiz, aytganimdek bu qismda qilib qo'ysak keyingi qismda osonroq bo'ladi. 30 ta to'la yetarli. Uyimizning taxtalari tayyor va toshlarni ham tayyor qilsam, menimcha keyingi qismda menga osonroq bo'ladi. Bir dona. Endi bizlar yarim qalik bloklar yasaymiz. Va bizlarda 10 ta bo'ldi, 10 ta. Buni solib, buni solsak va
yarimtalik bloklarni ham solib endi sizlar xayr hamda do'stlar sizlar bilan video bo'ldi. Xayr barchaga xayr do'stlar.